Mamlakatimiz rahbarining kelajak bog'chadan boshlanadi degan g'oyasi Olis So'x tumani hayotida ham muvaffaqiyatli tatbiq qilinmoqda. Davlat dasturlari asosida tumandagi maktabgacha ta'lim muassasalarida qurilish, ta'mirlash ishlari olib borildi. Yangi va zamonaviy bolalar bog'chalari bunyod etilib foydalanishga topshirilayotgani So'xlik bolajonlar uchun tog'lar orasida hech kimdan kam bo'lmagan sharoitda ta'lim-tarbiya olish imkonini bermoqda. So'x tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufida 2019-yili davlat dasturi asosida 5 ta maktabgacha ta'lim muassasalari qurib bitkazildi. Hozirgi zamon talabiga mos bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasalarida bolajonlarimiz 500 nafardan ortiq qatnashmoqda. O'ylaymanki, kelajakda bolalarimiz shu elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan o'g'il-qizlar bo'lib yetishadi. Tumandagi Demirsat qishlog'ida eski va yaroqsiz holatga kelib qolgan bolalar bog'chasi o'rniga zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi qad rostladi. Turli ta'lim-tarbiya vositalari, shinam-xonalar bugun bolajonlar ixtiyorida. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kunida mazkur bolalar bog'chasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida so'z olgan tuman hokimligi vakillari, mahalla nuroniylari davlatimiz rahbari tomonidan bog'chalarga berilayotgan e'tibor tufayli ta'lim-tarbiya sifati tobora yuksalib borayotgani xususida alohida to'xtalib o'tdilar. Mazkur bog'chaning bunyod etilishi uchun davlatimiz tomonidan 2,5 milliard so'm mablag' sarflandi. Yangi bog'cha ochilganidan nihoyat xursandmiz. Chunki biz bolalar chog'larimizda bog'chani ko'rmasdan katta bo'lib shu darajaga yetgan edik. Bog'chamiz bir vayrona holda edi. Mana shu bugungi prezidentimizning sharofati bilan mana shu yangi imoratlar qurildi. Mana bolalarimiz xursand, biz ham shod xursandmiz. Yana bir muhim jihat, tumandagi Navobod hamda Tul mahalla fuqarolar yig'inlarida tadbirkorlar tomonidan oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalari bunyod etilib foydalanishga topshirildi. Bu esa Olis So'x tumanida tadbirkorlarimizning ham ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga ulkan hissa qo'shayotganlarining yorqin namunasidir. Bu kabi zamonaviy, barcha qulayliklarga ega bog'chalardan kelajakda vatan ravnaqiga ulkan hissa qo'sha oladigan buyuk insonlar yetishib chiqsa, ne ajab. Jahongir Sobirov, Mashura Sanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi.